Diqqat, ajoyib yangilik. Barcha O'zbekiston fuqarolari ko'rsin. Pensiya haqida yana bir ajoyib xushxabar e'lon qilindi. Endi pensiyaga katta pul bilan chiqishingiz mumkin. Videorolikni o'tkazib yubormasdan hamma ko'rsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni, videoroligimizga esa like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Diqqat qiling. Endi pensiyaga katta pul bilan chiqishingiz mumkin. Hozirda ish haqingiz 10 million yoki 15 million so'm bo'lsa ham, siz eng baland pensiya 3,5 million so'm olasiz xolos. Chunki pensiyani hisoblashda eng balandi 7 million so'mgacha oylik hisoblanadi. Undan yuqori qismi esa pensiyaga hisoblanmaydi. Hozirda shu cheklov olib tashlanishi mumkin. Pensiyani hisoblashda tayinlanadigan 5 yillik davr ham bekor qilinishi rejalashtirmoqda ekan deyiladi ma'lumotda. O'zbekistonning qaysi hududida eng ko'p pensionerlar yashashi ma'lum bo'ldi. Respublika bo'yicha eng ko'p pensioner Farg'ona viloyatida yashaydi. 515,4 ming nafar. Bu hududda har 8 kishidan biri pensioner degani. Umumiy olganda 4 ta hudud Farg'ona, Samarqand, Andijon va Qashqadaryo O'zbekistondagi jami pensionerlarning 41%ni qamraydi. Eng kichik ko'rsatkich Sirdaryo viloyatida. O'zbekistonda o'rtacha pensiya miqdori bosqichma-bosqich oshib borishi prognoz qilingan. Xususan, joriy yilda 1,7 million so'mgacha yetkaziladi. 2027-yilda bu ko'rsatkich 1,8 million so'm, 2028-yilda 1,9 million so'm, 2029-yilga borib esa 2,1 million so'mga yetishi kutilmoqda, deyiladi ma'lumotda. Hurmatli tomoshabinlar, videorolikka like bosib, videoni barcha pensioner tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin.